Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 3. Sultan Muhammed Emin Badir Xanның vaqtsiz ölümüge echinib көз yeşi qılıvatqandek yığıvatqan yağmurga bugün 3 gün bolğan edi. Күз yağmurunun təsirdə tezla soğup ketken hava nepizrek kiyingen adamның қолını qorup, tenini juğuldatdı. Astana osmonni qaplagan qor bulut hech tarqilib ketadigandak emas edi. Yağmur suyu Astana ko'chalarining cho'nqur joylariga yig'ilib olib, ko'na, ojiz uylarni o'rvatgan edi. Makonsiz qolgan kishilar daldilangudek joy topolmay, ko'ch-ko'ylarda shumshib yurishadi. Bir qism boy saxovatchilar o'yli qo'rovlarda vaqtliq lapas yasab, dosh qaynitib, ularning holidan xabar elib Eğir musibat ve yağmur afetiga uçurgan Ostana xalqining chiroyi to'limi g'amkin ve bechora ko'rinadi. Birla kashfu karomati bilan Oqsudagi g'alyonni tinchitib, Osi naib amir Abdursul xalifani el qilgan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon Sultan Muhammed Emin Badir Xonning qasdga uchrab qazo qilganlik xabarini anglab, qattiq cho'chudida Abdursul xalifani yanala Aqsuning naib amirligiga tayinlab, barliq sarkarda lashkarlarini, hatto Qashqarning hamdamchi sarkarda lashkarlarigacha agashtirib, kech-kunduz to'xtamay yo'l yurib, Ostanaga qaytib keldi. Her qandaq bo'lsa, Xudo osonlik berib, tinch amon yengivapla Og'chi Xenim, dedi Hidoyatulloh Eshon to'li yig'lab oldin ketgan Malika Muhtaram Xenimga tasalli berib. Sizlar bu ahvollari bilan o'rtaga chiqib, marhum on hazratimning qotilini topaman deb avar bo'lmasizlar. Alloh oldida qasam qilamanki, u murtad xun rizni tepib, shafaatli qiblagohimning xun qisosini olmaydigan bo'lsam, sultonul muvaqqaqilliqim harom bo'lg'ay. Tuğuda ziyada xun tavrab ketganligi uchun o'rindan turg'udak majoli qolmagan Malika Muhtaram Xenim ilojsiz Hidoyatulloh Eshonga yelindi. Marhum akamning qotilini tepib, jazolab bermaydigan bo'lsalar, sildan u dunyo bu dunyo rozi bo'lmasman, hazratim. Xo'ja Hidoyatulloh Eshon Malika Muhtaram Xenimga bir muncha va'da tasallilarni berib, ko'nglini xotirjam qilgandan keyin o'rdaga chiqib, Shohnishinda jiddiy kengash chaqirdi. O'rdaning kun petish yon darvozasida qorovullikda turgan 50 necha lashkar bilan Molla Naqi xalifaning buyrug'i bo'yicha Ma'rifat sariyiga boradigan yo'ldagi qorovullarni boshqa tarafga yo'tkiyotgan Yasavulloh beshini hamda Sultan Muhammed Emin Badir Xonning shu kechadagi omonligiga mas'ul bo'lib, navbatchilik qilgan 100 necha navkarni o'limga buyurib, darhol kallasini oldirdi. Hamda xonning xos muhofizatchiligini ustiga olgan 500 nafar pansot yigitlarni Saidiya tasarrufining chat yiroq lashkargohlariga 10-15 dan bo'lib avatib, tarixdak chechivatida o'rdaning ichini dastlabki qadamda muvaffaqiyatli tozalab, Sultan Muhammed Emin Badir Xonga sadoqatman amirlarga o'zining sur-hayvisini namoyon qildi. Shohnishin ichi chivin ussa anglangudek darajada timtasliqqa cho'mgan edi. Buyuk Saidiya saltanati qurilib, bir qitimdala bunchavala ko'p odamning kallasi ilinganligini anglab yoki ko'rib baxmagan bu hashamatlik xon sariyi qattiq vahim ilgida sukutga cho'mgan edi. Qo'rqinishdan putqo'lirda jon qolmagan bir qism o'rda arkonlari lag' titrishadi. Shundaqla beshini ko'tirsa, Eshon tarafidan darhol o'limga buyurildigandek tuyg'uga kelib, to'nlarining yoqisi ichiga boshlarini yo'shirish uchun kirpidak tugiladi. Altın taxtda hozir o'tirg'isi bo'lsa-mu, bir qism o'rda arkonlarining gumonini qo'zg'ab qo'yishdan, el orasida fitna fasod tarqalib ketishdan ansirgan Hidoyatulloh Eshonning ko'zlari bo'sh turgan taxtga ixtiyorsiz pat-pat tushib ketadi. Tangdassiz huquq imtiyozning simvoli bo'lgan oltin taxt Eshonni o'ziga magnetdek tortib turadi. Ah, Tangrim, inoyatingga 100 ming qatli shukri.
bu oltin taxit yana mening ilkimga o'tadigan bo'ldi. To'g'ri, oldiroq sonliq qilmaganim afzal. Avval Dahri Muhammad Ishon Bodirxonning yaqinlarini, sadoqatman amir mansabdorlarini bir-birlab ko'zdan yo'qitay. Ish qilib, bu taxit hamon mening ilkimda. Qachon o'tirsam bo'laveradi. Ana ashunda xiyollar bilan o'zini ogohlantirib o'tirgan Ishon vahima ilkida beshini to'van silishqinicha o'tirgan amirlarga qarab, chiroyiga surlik tus berib so'zlashga boshladi. Mərhum Cənnət Makan An Həzretim bilan saltanat tizginini sherik tutib, birlikdə yurtlarchilik qilish xususida ahdu payman tuzishganimizdan beri ko'ngillarimizdagi ranju adovatlar yuyilib, ot-bola bo'lishib, to'liq mehribon o'tishgan edik. Atqan o'qlari bo'lib, chinigan yeriga dal tegib, buyuk saltanatimizning osoyishligi, el ra'iyatning omonligi uchun behisob tuhfalarni ko'rsatgan edik. Ul Jannat Makon qiblagohimiz buyuk saltanat taxtida o'tirib, el yurtqa adolat va shafaat yomg'irini yog'dirsa, bizlar kim o'rda arkonlari farmon bardor bo'lib, xizmatini qilib, el ra'iyatga birlikda rahnoma bo'lib, osoyishlik ilkida xotirjam yashaymiz deb kuprona xomxiyol aylagankanmiz. Va dariha, ul murtad ag'yorlarimiz bizlarning ostondan yiroqda turg'inimizdan foydalanib, qiblagoyimizga qasd qilib, yurak bag'rimizni dog'lashini zinhor o'ylamagankanmiz. Dağda qaldık, nadamatda qaldık. Razi rizolik berishemey, didoriga oxirgi qitim qiynavalanmay hasratda qaldık. Xo'ja Hidoyatullo Ishon ko'z yoshlarini yomg'irdak to'kib, bir pas hazo oshqandan keyin o'ziga agishib, xirtildab yig'layotgan o'rda arkonlarga qarab gapini davomlashtirdi. Kecha Jannat Makon An Hazretimning hasrat piraqida yurkimni dog'lab, ko'zimni yoshlab, durud nijot o'qib, ruhiy poklarga atab, urib o'tirdim. Ruhiy poklarga atab, urib o'tirsam, babai buzruk pir dastigohlarimning madadi bilan ko'zimga ul murtad xunrizlarning to'ng'uz masallik batbashira chiroyi ayon bo'ldi. Shul topda jahon aynikidak süpsüzük ko'nglimiz ul qotillarning kimligi, nadligini tuyib turibdi. Allah oldida qasamki, pat yaqinda ul osi murtad xunrizlarni bir-birlab jazolab, marhum qiblagoyimizning xun qisosini to'liq og'ayimiz. Ishon amdi bir chatda farmon kutib turgan Mirzo Divan begiga qarab buyruq qildi. Farmon! Tasarrufimizdagi har qaysi yurt aymoqlarning noib amirlari, sipoh baglari Jannat Makon qiblagoyimizning musibat ta'ziyasi uchun darhol ostoniga jami bo'lg'ay. Har qanday sabablarni ko'zlab, sarkashlik qiluvchilar qattiq jazoga tortiladi. Saltanatning eng oliy lashkariy huquqini qo'liga ilib olgan Xo'ja Hidoyatullo Ishonning tushirgan yorliqi to'liq qattiq edi. Yorliqni topshirib olgan har qaysi yurtlarning baglari va lashkar boshliqlari bir-birlab ostoniga kelishga boshladi. Sultan Muhammad Emin Bodirxonning o'limidan ko'ngliga qattiq gumon tushgan Qashqarning noib amiri Mirzo Muhammad Shohbagmu yorliqni topshirib olgandan keyin ostoniga berish bo'lmaslik haqida bir qarorga kelinmay uzoq bosh qotirdi. Oxiri Hidoyatullo Ishonning niyat muddaosini bilib beqib, shuningga munosib holda yo'l tutish maqsadida ostoniga kechikib yo'lga chiqdi. Hidoyatullo Ishonning ko'zlari Mirzo Muhammad Shohbagning yo'liga talmiribli qolgan edi. Mirzo Muhammad Shohbag Muhammad Emin Bodirxon qazo qilib 39 kun bo'lganda peshin vaqti bilan ostoniga yetib keldida, ko'ngli tatmagan holda o'rdaga kirib keldi. Har qaysi yurtlardan kelgan amirlar va o'rda arkonlari bilan shohnishinda saqlab, taqti taq bo'lib turgan
Xo'ja Hidoyatullo Eshon Shohnishonning bo'sug'isidan otlab salom bergan Mirza Muhammad Shohbekka qahr g'azab bilan chekchaydi. Tutinglar, buni riyokar qotilni. Eshon ordu muhofazachilar qo'shinining amirligini ustiga olgan Mo'lla Naqi xalifaga maxfiy buyruq berib, Shohnishonning atrofiga 1000 ga yaqin so'pi lashkarlarni bo'ktirib qo'ygan edi. Eshonning buyruqini anglabla Mo'lla Naqi bir to'p lashkarni boshlab kirdi-da, avval Qashqar amiri Mirza Muhammad Shohbekni, ondan Xotanning noib amrini, Yengzor qal'asining hokimligini va Muhammad Emin Botir xonga hamdam bo'lib Ostonaga lashkar tortib kelgan bir qism sarkarda amirlarni hoyt-hoytgacha chambarchas bog'lab etdi. Bu nima ish? Eshon hazratlari qaysi gunohimiz uchun bu xo'rliq zulmni ravo ko'rdilekin? So'rdi yorliq bog'laqqa tushib qolgan Mirza Muhammad Shohbek o'zini tamkin tutishga tirishib. Behayo osi munofiqlar deb vaqirdi Hidoyatullo Eshon qo'lini g'azab bilan shiltib. Senlar jannat makon on hazratimning bisyor shafqatiga va e'tiborlishiga erishgan katta mansabdorlar turuqliq iflos niyat mutuolaringni bir qilishib bilib, qor musulmon sulki isoqiyachilarning depiq usul o'ynab, xon olilarining aziz jiniga qasd qilgan turuqliq, yani tehi o'zlaringni gunohsiz cho'g'lishamsan? Bizga dalil isbot kerak deb chuqrashdi bog'liqqa tushgan amirlar qattiq cho'chishib. Senlardek sulki isoqiya murtatlarining peshvosi bo'lmish Maxtumzoda Daniel Xo'ja degan to'ng'iz bilan yezishgan xatlaring allaqachon qo'limizga tushdi, dedi Eshon ko'kamilik bilan. Endi bu jinoyatlaringdan zinhor tinib olmaysan. Eshimda yo'q purchoq, po'qimda nima qilsin degandek gap bo'ldi-ku bu, dedi Xotanning noib va amri g'azab bilan bo'g'ilib so'zlab. Uning maydisiga tushib turgan qizg'uch soqollari titraydi. Tuhmat qilmag'aylar Eshon hazratim. Tuhmatxo'rlikni yaratgan haqmo kechirmaydi. Sabr qilsizlar amir janoblari, dedi bu shum taqdirdan qutulib ketishga ko'z yetmagan Mirza Muhammad Shohbek Xotanning noibi va amriga qarab. Ul to'ng'iz masallik Eshon yaratgan haqdan bir oz bo'lsa-mu yetgan bo'lsa-edi, yiqqan bo'lsa-edi. Shu chaqcha o'zini Qutbul Aqtob, Valiyulloh Sultoni muvaqqaqin deb atab, payg'ambarlar, ulug'lar bilan o'zini tang qo'yishdan hayo qilgan bo'lar edi. O'z qavmining beshida yot qavmlarning qilchini o'ynatmas edi. Isit jannat makon xoqonimiz Sulton Muhammad Emin Botir xon shayton la'natiga saboq berguchi ul Eshonning domiga tushib ketganligi uchun vaqtsiz ajal sharobini tetidi. Mana endi uchiq oshkor turibdiki, hamma xunrizlikni, osiylikni, murtadlikni o'zi qilgan ul mal'un o'zining jinoyatini bizga do'ngab qo'yib, on hazratimizning yaqin birodarlari bo'lmish bizlarni ko'zdan yo'qitib, buyuk saltanatni o'ngchi egilib olmoqchi. Rost aytdilar Mirza Muhammad Shohbek janoblari. Eshon hazratlari G'oldan xo'jasining tovuqining tegidiki oshning yo'qindisini seg'inib qolgan gap. Sarkarda Zo'rdin Ko'kko'zning qiziqchilik qilib aytgan so'zlariga Mirza Muhammad Shohbekdan boshqa hech kim kulmadi. "Ochiqib qoldisini ilonglar bu murtatlarning" deb bo'g'ilib vaqirdi Hidoyatullo Eshon lag'lag titirganicha. Lashkarlar bog'liqlik amirlarni dorqirtib so'rganicha sirtqa ochiqdi-da, gap qilishga fursat bermay, xuddi qo'y bo'g'izlagandek bo'g'izlab tashlashdi. Xo'ja Hidoyatullo Eshon Muhammad Emin Botir xonning yaqin do'stlarini ana ashundoq o'ltirish orqali uning qarsini ushtidi va butkul xonlik tavasida Muhammad Emin Botir xonning qisosini ilish bahonasi bilan sulki isoqiya muridlarini keng ko'lamda tutqun qilish, jazolash, o'ltirish, urush ilib bordi. Bu qadimiy zaminning bag'ri yana bir qitim qip-qizil qon bilan bo'yaldi. Butkul saltanatning Hidoyatullo Eshonning qo'liga to'liq o'tib bo'lganligini his qilgan Malika Muhtaram xonim barliq dard ta'sirini ichiga yutib lam jim demidi.
qaytadan xonliq taxtga o'tirgan Hidoyatullo Eshon cho'ng o'g'li Yahyo Xo'jani Qashqarning amirligiga tayinladi. Boshqa yurtlarga yaqin murid xalifalarini mansabdor qilib avatdi. Orada amirlarining hammasi degudek sadoqatman sulki ishqiya muridlardan tayinlandi. Shunda qilib Aran tezlikda asliga kelgan buyuk Saidiya xonligi qaytadan to'liq gumron bo'lib, Oppoq xo'janing Eshon xonligi rasmiy boshlandi. Shu kunlarda Ostona rastlarida chochlari salvarab, o'sib sag'risiga tushgan, tilim qo'riqlar bosgan chiroydagi g'amkinlikka yot holda bir jup ko'zlari aql idrok bilan chaqnab turadigan bir darvish paydo bo'lib qolgan edi. U ko'cha rastlarda munguz dastilik sapoyisini jaldoqshitib, chog'inicha to'xtamay talqin aytadi. Musulmanni musulman qildi qatil, nohaq tutib haq ishlarin qildi botil. Murid pirga qilmadilar yuzu xotir, ajab shumluq zamonilar bo'ldi do'stlar. Ahli dunyo xalqimizda saxovat yo'q, podshoh vazirlarda adolat yo'q, darvishlarning duosida ijobat yo'q, turlik balo xalq ustiga yog'di do'stlar. Bu klassik shoir Ahmad Yasaviyning she'ri deyilibdi. Muhammad Emin Badirxonning o'limiga o'lishibla o'rtada yuz bergan fojialik qirg'inchilikdan vahimaga tushib, yuragi po'kildab ketgan Ostona xalqining darvishning jinning boricha to'lab aytayotgan bu talqinning tegiga yetkuchilik hafsalasi yo'q edi. Onda-sanda quloq sog'uvchilarmi hasratlik bosh chayqab, ulug' kichik tinishqinicha asta ketib qolishadi.